Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon baraka uylarida obunachilari. Bugun biz aynan Ishtixon shahri Shixlarkent mahallasi yana qaytili massifiga tashrif buyurdik. Bu yerda Bog'da to'yxonasiga o'tgandan keyin chap o'ng tomonda 5 etajli domlarda 5-qavatidan umumiy 2 xonadan iborat Euro remotga ega domimizni sotuvga chiqaramiz. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol murojaat bilan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kelishiladigan narxlarda arzonroq berib yuboradi. Takun 4 yillik krediti hali turibdi dedik. Topib bersanglar nomlaringga 00 o'tkazib beradi. Jismoniy mashqlarni bajarib turish kerak. Xolos endi men bu yerga tros tashlab qo'ysalar, osonroq tursalaring bo'ladi. Lekin biz baribir oyoqda chiqdik. Bunday mashaqqatli ishlardan keyin mana bizning mehnatimiz qadriga like bosib qo'yasizlar. Bismillah. Xullas kalom. Bir so'z bilan aytganda, 2 xonalik shinam hamma domda bir xil proyektga ega. O'ng tomonda birinchi o'rinda o'sha oshxonasi, tashqariga qaragan romga ega. Butun dunyo kaftingizda yoqqan ko'rinib turadi. Kim nima qilyapti, qaysi qo'shningiz, kim bilan urushib qolgan, kimning xotini ketib qolgan hammasini bilib o'tirasiz. Mana bu mehmonxonamiz. Shinamgina remontlari joyida, hamma narsasi. Endi mana shu jaluzi pardalar qolsa kerak, nol ko'rpa to'shak taqib tuqilib olib chiqib ketadi. Yotoqxonamizga tashrif buyuramiz. Yotoqxonamizda mana Bog'da to'yxonasi nagli ko'rinib turadi sizga mana. Qanaqa artist kelyapti bugun, qanaqa san'atkor, zvezda artist kelyapti, hammasini shu yerdan kuzatib, tekin tomosha qilib o'tirasiz. Hoji aka, xullas kalom, mana bu yer sanuzel. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Egasi muayyan bitta narx aytmadi, o'shaning uchun mayli telefon qilaversin. Erinmasdan, o'sha ensamni qotirmasdan bemalol telefon qilgan odam bilan 1 soat 2 soat bo'lsa muloqot qilib kelishuvga erishaman. O'shaning uchun bemalol narx-navosini aytmang, lekin arzonroq. 2 xonalik domlarimiz hozir o'sha 24 ming, 25 ming krediti bilan deb turgan bir pallada arzonroq narx aytdi. Endi baribir arzonroq dedi. Ulardan arzon dedi. Aynan bizlarga ham narxini aytmang. O'shaning uchun bemalol telefon qilaveringlar. Krediti bor albatta. Kreditini ham daskanal ma'lumotlarni o'zlariga tashlab beraman. Xohlasa, opsiya olib borsa kreditni 00 qilib beraman deysiz. O'shaning uchun bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Lokatsiyasini yana bir marta tushuntiramiz. Ishtixon shahri Shixlarkent mahallasi, Qaychili massifi, Bog'da to'yxonasining ro'parasida joylashganlar, aynan ana shu Bog'da to'yxonasi oldida dom yo'qmi, Shodiyor Baxtiyorov kreditga biz ham mayli olamiz, dom yo'qmi deganlar, mana imkoniyat pastdagi nomerlarga telefon qilib tezroq aloqaga chiqib, tezroq baraka qilishga shoshilish kerak, chunki haqiqatan ham arzon narxga berib yubormoqchi. O'shaning uchun bemalol aloqaga chiqaveringlar. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q, aytib o'tganimizdek, kreditini 00 qilib olsanglar, nomlaringga birdan oformlab qilib beradi. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorov maxsus Ishtixon barakali uylar jamoasi, krediti bor, dom bo'lsa ham mayli roziman, ozgincha yiqqanim bor, shu kirib olsam bo'ldi deganlar shu bu videoni maksimum tarqatib qo'yadi.